Assalomu alaykum. Biz bugun Surxondaryo viloyati Boysun tumanidamiz. Assalomu alaykum Dona boy, yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Qani Dona bobo, o'zingizni bitta tanishtiring, ismingiz Ben nima, qayerdansiz? Ahmedov Dona boboman ben. Aha. Doniyor bobo, Boysun tumanidan yashaykansiz. Mana o'zimiz uyingizga keldik. Sizda mana shu mahsulot ishdan oldin nima kasalliklar bor edi? Oyoqlari bog'riydi, Aha, bellari oyoqlaringiz, bog'riydi, bellaringiz. qo'llarim. Aha, yana Bo'yinlarim. bezovta qilardi. Shular bezovta qilib yuriydi. Nima qilishni bilmay yuriydi. Aha. Mana shundan olib istiqbol qildim. Bu nima? Jenshen. Jenshen. Aha, jenshen. To'rttasini ichdim ben. Aha, 4 oy iste'mol qildingizmi? Qancha iste'mol qildingiz? 4 oylar isbot qildim. Hozir hech yerim og'rimaydi. Aha, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Demak, hozir sizda hamma joyingiz yaxshi. Yoshim 87 ga bo'lyapti. Maşallah, maşallah. 87 yoshdasiz, ha? Ha. Siz ichganingizdan keyin o'zingizni nima his qildingiz? Juda yengillik bo'ldi menga o'zimga. Shularni istiqbol bildimki, izlashi foydasi katta. Yoqimli.